Assalomu alaykum. Men Dadaxonova Shoira, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 34-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining o'zbek tili fani o'qituvchisiman. Bugun yil o'qituvchisi tanlovining 3-bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bugun taqdimotning 2-kuni. Men o'z taqdimotimni hakamlar hay'atiga taqdim etdim. Ularga juda ham ma'qul keldi va yuqori ball bilan baholashdi. Shu bilan birga bu yerdagi tashkilotchilarga alohida rahmat aytmoqchiman. Kutib olishlar, jarayonga kuzatishlar juda ham ko'tarinki ruhda. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, taqdimot shaffof va adolatli o'tmoqda. Bilimi bor pedagog albatta yuqori natijaga erishmoqda.